Sokin, tuman qoplagan darra qishlogida bir parcha yer tegilmagan, la'natlangan va hamma tomonidan qo'rqitilgan edi. Chunki uning egasi bo'lgan ayol Ruxsana va uning kichkina qizi Mehru olimdan keyin ham uni qo'riqlashlari aytilgan. Ularning ruhlari uning tuprogiga singib ketgan. Ularning borligi shamolda pichirlab eshitilgan, daraxtlarning shitirlashida eshitilgan va tunning sovuqligida sezilgan. Ruxsana qishloqning chekkasida yashar edi. Uyi kichkina va eskirgan edi, ammo undan galati iliqlik va galati yorug'lik taralardi. Bu esa yo'lovchilarni bezovta qilar, ammo sehrlab qo'yardi. Go'yo uyning o'zida hayot bor edi. U yerda yashovchilarni, ayniqsa ular ajralishni istamagan yerni himoya qilardi. Bu yer marhum erining yagona merosi va kichkina Mehruning yagona merosi edi. Yillar davomida ochko'z qishloq aka-ukalari Fayyoz, Gulom va Rahmat uni egallash uchun hamma narsani qilishga harakat qilishdi. Takliflar, tahdidlar va poralar yuborishdi. Ammo Ruxsana boronda toshday qoldi. Toki aka-ukalar rivojlanish loyihasi e'lon qilinganida imkoniyatni sezib, uni butunlay yo'q qilishga qaror qilishdi. Korrupsioner politsiya xodimi, manipulyativ shifokor va malakali, ammo axloqsiz advokatni yollashdi. Ularning rejasi iz qoldirmasdan muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlash uchun bir tumanli qish kechasida yer masalasidagi bahs niqobi ostida erkaklar Ruxsonaning eshigi oldiga yetib kelishdi. Tuman oyoqlarini och barmoqlardek orab oldi va ular ichkariga kirishlari bilan uy titrab ketdi. Devorlari go'yo xo'jayinini xavf haqida ogohlantirayotgandek ingradi, lekin juda kech edi va bir necha daqiqadan so'ng kurash halokatli bo'lib ketdi. Xonalarda qichqiriqlar aksado berdi. Yaqinda yashab oladiganlarning ongida aksado berdi. Kichkina Mehru qogirchogini mahkam ushlab, iglab, onasini chaqirdi, lekin to'satdan sukunat cho'kdi. Ikkalasini ham bo'g'ib qo'ydi. Uyning burchaklarida faqat sovuq soyalar qoldi. Ertalabki kelib, shifokor buni gaz sizishi natijasida yuzaga kelgan fojiali baxtsiz hodisa deb e'lon qildi. Politsiya xodimi buni baxtsiz hodisa deb atagan rasmiy hisobot berdi va advokat yerni aka-ukalarga o'tkazgan hujjatlarni soxtalashtirdi. Ular hech qanday ruh yoki qonun ularga tegmasligiga ishonch hosil qilib, noqonuniy orttirgan yutuqlarni nishonlay boshladilar. Ammo yerning o'zi yangi egalarni rad etdi. Birinchi kecha Fayyoz yostiq ostida pichirlab, yer uniki emasligini aytdi. Keyin esa hech kim kirmasa ham, polda loyqa izlar paydo bo'ldi. Havoda nam tuproq hidi saqlanib qoldi. Gulomning oynasida burchakda oqarib ketgan kichkina qizcha ko'rindi. Ko'zlari ichi bosh, ammo qasosdan yonayotgan edi. Oynada qol izlari ichkaridan bosilgandek ko'rinardi. Va Rahmat ular ogirlagan dalalardan yumshoq, singan kulgini eshitdi. Mehruning kuygan qogirchogini loyda yotgan holda topdi. Go'yo unga qilgan ishini eslatish uchun qoldirilgandek, ko'p o'tmay ularga yordam bergan politsiya xodimi la'natlangan yer chetidagi daraxtdan osilib, yuzi dahshatdan muzlab qolgan holda topildi. Shifokor klinikasida faqat tirnoqli devorlar va singan asboblarni qoldirib g'oyib bo'ldi va advokat tuproqqa yarim ko'milgan holda, loy va ildizlar uning atrofida aylanib topildi. Go'yo yerning o'zi uni jinoyat uchun javobgarlikka tortish uchun pastga sudrab ketgandek, qo'rqib. Aka-ukalar o'z qasrlarida o'zlarini to'sib qo'yishdi, lekin ruhlarga eshiklar, qulflar, himoya vositalari kerak emas edi va har kecha Ruxsonaning ovozi yostiqlari ostidan pichirlardi. Mehruning kichkina qadam tovushlari yo'laklarda tarqalardi. Soyalar, shiftlar va devorlarda tirikdek harakatlanardi. Havo har soat o'tgan sayin sovuqroq va og'irlashib borardi. Chiroqlar qorong'ulikka qarshi kurashayotgandek shiddat bilan miltillardi va ba'zan ular ko'rishlarning chekkasida turgan ikkita figuraning qisqa chaqnashlarini ko'rishardi, lekin ular boshlarini o'girishlari bilanoq yo'qolib ketishardi. 10-kechada qasr ustida g'ayritabiiy sukunat hukm surdi. Bog'uvchi va quyuq sukunat hukm surdi. Xonalar sekin, ataylab nafas olish ovozi bilan to'ldi. Keyin eshik oldida uzun bo'yli va yonib turgan Ruxsona paydo bo'ldi. Ko'zlari muzdek gazab bilan chaqnab turardi. Mehru uning yonida yirtilgan qogirchogini ushlab turardi. Kichkina qo'llari esa go'yo qisqa hayotlarning barcha qayg'usi va gazabini yonaltirayotgandek uni mahkam ushlagan edi. Aka-ukalar qo'rqib ketishdi. Arvohlar yaqinlashganda qichqira olmadilar va Ruxsona pichirladi. Siz bizning yerimizni oldingiz, endi biz sizning qoningizni olamiz. Shu paytdan boshlab uy dahshat xonasiga aylandi. Soyalar tirnoqli qo'llarga aylandi. Eshiklar ko'rinmas kuch bilan yopildi. Sovuq shamollar odamlarni yo'laklardan sudrab o'tdi. Ularning qichqiriqlari jonlanayotgandek tuyulgan devorlar tomonidan yutib yuborildi. Ertasi kuni ertalabgacha qasrga kirgan qishloq aholisi 3 aka-ukaning o'lik holda topildi. Ko'zlari dahshatdan katta ochildi. Jasadlari qurol yoki yaraga tegmadi. Yuzlari esa tushuna olmaydigan adolat dahshatida abadiy muzlab qoldi.
O'sha kundan boshlab hech kim Ruxsonaning yeriga kirishga yoki uni egallashga jur'at eta olmadi. Devorlar zanglab, qulab tushdi. Tabiat tuproqni qayta tikladi va qishloq aholisi tumanli kechalarda uzun bo'yli ayol va kichkina qiz chegara bo'ylab jimgina yurishganini, ularning izlari hech qanday iz qoldirmaganini kuzatib, qoriqlab, ogirlangan yer hech qachon tiriklarga tegishli bo'lmasligini ta'minlashganini, chunki ba'zi yerlarni sotib olib bo'lmasligini, meros qilib olish mumkin emasligini va faqat oliklar tomonidan himoya qilinishini va unga yomonlik qilganlar hech qachon tinchlanmaydigan qalblarning gazabini his qilishlarini pichirlashdi.